Hazaras tumanida spirtli ichimlik ichishda gumon qilinib, velosiped boshqargan haydovchini belgilangan tartibda alkotester muassasasida o'tkazyapmiz. 0.135 dan baland bo'ladi bo'lsa, bu nisbatan necha chiqdi? 0.850 chiqdi sizda yana. Sizda spirtli ichimlik hodiga turgani uchun o'tirdik. Alkotester muassasasidan maslik holati borligi aniqlandi. Belgilangan tartibda chora ko'riladi. Hazaras tumani hududida ushbu transport vositasini haydovchisi spirtli ichimlik ichib, o'ta darajada mast holatda avtomashina boshqarib yurganligi aniqlandi. Belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Alkotester xulosasiga ko'ra 1806 bar turibdi. Transport vositasi belgilangan tartibda vaqtinchalik saqlash jarima maydoniga qo'yiladi.